Tarin o'sha 13-qishloqda, lekin mashinam nimagadir bir yurib, bir yurmayapti. Bu oyog'i tortyaptimi yo tortmay qolyaptimi bilmadim, lekin nimagadir rasvo harakat qilyapti bu jinni mashina. Ozgina bu yerda shaxta bor, shaxtaga kirib ketmay tag'in. Wow, lekin atak chiroyli mashina. Ko'ryapsizlarmi? Kabriolet oldim onasini hamsini arendaga, lekin bilasizlarmi, qaytarib berishim kerak. Hali pul to'laganim yo'q. Mayli, nichivo. Muhimi stop. Mani uyim qani? Stop. Stop pausing. This is stop pausing. Voy, dach yonib qoladi? Yo'q. Mani uyim qani onasini ham polizim? What the? Yo'q. To'xtanglar. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va do'stlar, men yangi videomdasizlar, lekin yangi videomda nimagadir o'yin va polizim qatnashmayapti. What the? Kanalga obuna bo'linglar, balki qidirib toparmiz. Karustak obuna bo'lib qo'yinglar, tamom. Sizlardan boshqa narsa so'ramayman. Aytgancha 6 ta kanal bor, 5 tasi yangi. O'shaning uchun obuna bo'lib qo'yaveringlar. 5 ta yangida zo'r videolar chiqaraman. Uyim qani? To'xtamiz, Jiteldan so'rab ko'ray. Hoji Jitel, to'xta. Hoy, to'xta, kibrmisan? Nima qochib ketaverasan? Yo'q, ko'rmayapman. Ko'rmisan, oldingda turibman-ku. Ha, endi ko'rdim. Nima, qaro, mana bu yerda uyim turgandi, nima bo'ldi? Uyingni buzdirib tashashdi. Fermamchi, fermaydi ham. Nimaga buzdirib tashashadi o'zlaridan o'zlari? Qaroch, sen ko'p vaqt bu qishloqda yashamading. 100-ichida, 97-ichida yashab yuraverganiga bu yerdagi uyingni buzdirib tashashdi. Bu jinnimi ular meni uyimni buzib? Endi bilmadim, jinnimi, tentakmi, garang uni borib yerdan so'raysan. Ha, mayli bo'pti. Bo'sh yetmay turgandi. Polizim ham yo'q hattoki. Mayli. Takoz so'raymiz. Assalomu alaykum janob mer, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Va alaykum, Jo'xa, nima kelding? Nimaga meni uyim bilan polizimni buzdirib tashladingiz? Bu yerga ko'p yashamayotganiga uying ortiqcha turgandi polizing bilan, o'shaning uchun buzdirib tashladim. Nimaga unaqa qilasiz? Men bir kelib, bir ketib shu yerda yashayapman-ku. Endi bilmadim to'g'risi. Ortiqcha joyda egallab turganida o'shanga buzdirib yubordim. Unaqa qilmang-da. Bori, men sizga biror yomonlik qilganim yo'q. Har kesam qishloqdagi ishlarni qilsam. Nimaga bunaqa qilasiz endi? Gapni ko'p qilma bo'lmasdan yangi uy qurib ol o'zingga. Mayli, endi nima ham derdim, nima ham qilardim o'zi, yangi qurdirmasam. Bu o'zi boshqa ilojim ham yo'q. Bu yerda ortiqcha uy ham yo'q. Buni ustiga asbob uskunalarim yo'q, olib kelmagan. Aytgancha mashinam deydi, mashinamdan olib. Tak, hozir mana bor ekan, shu yerda ekan, как раз mana shu narsalarim kerak edi. Bo'ldi, mashinajon, gap yo'q senga, borib endi mashinani nariyoqqa o'tkazib qo'y. Uyimni endi bu yerdan qurmayman. Polizimni joyidan uy quraman, uyimni joyidan poliz quraman. Texnologiya bu, yangicha stil. Sizlarga mana shu stil yo'qdimi yo'qmi, kommentariy yozinglar, chiqqani menga yo'qdi, lekin atak mashinamni nima berib qo'ysiz. Voy, qo'shnim chiqsa yig'laydi, bor-ku, nima buzding deb. Yig'laydi, tochni yig'lab beradi, qiz bolaga o'xshab. Hozir to'g'rilab qo'yaman, endi nima ham qilardim, o'zi boshqa qiladigan ishim ham yo'q-da. Hop, o'zimga yangi qurishim kerak, endi bor daraxt bilan tosh olib kelish kerak. Boshqa ilojim yo'q. Nima kerak edi menga? Shu muammo kerakmidi? 100-qishloqda tinchgina yashab yursam bo'lardi-ku, 97-dami? Hech qilib u yoqdagi uylarni ham buzmagan bo'lishsin-da. Buzib tashashsa borgunimcha dabdala bor, uysiz qolib ketaman, ko'chada qolib ketaman. Keyin bilmayman qayerga boraman. Agar sizlar bilsanglar, aytinglar, qayerga borishim mumkin bundan keyin. O'zi hech qayerga bormam bo'lmaydi, o'zi joy yo'q boshqa boradigan. Bobomning uyiga borsammikan, shaharga. Bobom o'zi kutib oladi, yaxshilab ishlarni tayyorlab qo'ygandir. Do'kon ochtirgandi o'tgan marta. Bu gal borsam, nima zavod qurdirib yuboradimi yo boshqa, qarochi qanaydir ish buyuradi to'shni. Bobomga unaqangi, qarochi tekinxo'r bola kerak emas-da. Borganiga yarasha normal ishlab berish kerak bobomga, normal foyda keltirib berish kerak bobomga. Tamom, boshqa unaqangi besabab u yerda yashash degan narsa bo'lmaydi bobom uchun. O'shaning uchun qarich foyda keltirib yashashim kerak edi bobomga. Tak, daraxt qayerdan olsak bo'ladi? Mana bu tomondagi daraxtlar menimcha yaxshi bo'lsa kerak. Shu tomondagi daraxtlardan olaveraylikchi. Oq daraxtdan foydalansam ham bo'laveradi. Yangi uy endi 1-2 kun yashab turish uchun zo'rroq uy qurdirgunimcha oddiy qarochi uydan foydalanib turaman. Menimcha paka normalga yetib tursa kerak. Yaqin orada shu qishloqda shahar qurdirib yuborsammikan, nima deysizlar? Menimcha yaxshi ideya. Qishloqda shahar ko'rganmisizlar? Ko'rmagansizlar, ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Agar sizlar shuni xohlasanglar, birinchi qishloqni qurdiraman, ya'ni birinchi raqamli qishloq. Bu juda ham zo'r qishloq bo'ladi. U qishloqda faqat asosiy kanal uchun videolar olaman.
Birinchi qishloq lekin menimcha udar edi-ya. U qishloqni qurish uchun lekin menga juda ham ko'pgina kuch, juda ham ko'pgina vaqt va juda ham ko'pgina obunachilar kerak. Asosiy kanalimni bilasizlarmi, bilmaysizlarmi bilmayman. Johuz 75 degan kanal, o'shanga tez obuna bo'linglarchi. Men hozir uni linkini qayerda qoldiraman bilasizlarmi? Hech qayerda, shunchaki YouTube'ga kirib qidirsanglar chiqadi. Keyin sizlardan yana bitta iltimoscha, video opsiyasida Telegram kanalim manzil turibdi, balki kommentariyada ham turgandir. Xullas, obuna bo'lib qo'yinglar Telegram kanaliga ham, chunki biz yaqinda 100 ta bo'ldik, endigi maqsad 200 ta bo'lish. 200 ta obunachiga erishsak, Telegram kanalimizda hech nima bo'lmaydi. Prosta obuna bo'linglar deyapman. Tak, yangi uyni qanaqa proyektda qursak bo'ladi? Hech qanaqa proyektga ideya ham yo'q, boshqa ham yo'q. Shunchaki qurib tashlash kerak. Tak, mana shu yerdan quraman, tinchgina, chiroyligina qilib. Tak, birinchi pol qismini toshdan qurib yuboramiz. Yaxshi ham belkurayimni olib kelganman. Belkuray bilan tayni qazamiz. Tak, yana bir qator qazsak yetadi. Menimcha mana shu yer normalligina bo'ladi. Okey. Javonaqa katta uy qura olmayman, chunki katta uy qurgilik narsa olib kelganim yo'q. Maydagina uycha uchun yetadi o'zi shu narsalar. Hop. Okey. Aytgancha sizlarga bitta kattakon rahmat aytmoqchiman. Asosiy kanalimda 10 ming obunachiga erishdim. Bu juda ham yaxshi. O'zi fevral oyining oxirigacha 50 ming obunachiga erishmoqchiman. U o'xshaydimi, o'xshamaydimi? Yozib qoldiringlar kommentariyaga. Qila olamizmi, yo'qmi? Qo'limizdan keladimi? Qo'linglardan demoqchi edim. Unga meni ham harakatim kerak-ku, video ko'proq chiqarishim kerak-ku. Biz qo'limizdan keladimi? Obunachini 50 mingta qilib tashlay olamizmi? Prosta obuna umuman bo'lmasdan ko'ryapsizlar. Bor 94% odam umuman kanalga obuna bo'lmayapti. Faqat videoni ko'ryapsizlar, obuna bo'lmayapsizlar. Xullas, qarochi sizlarga ko'p gapiryapman. Bor sizlarga men aytgandim. Voy, toshim tugab qoldi-ku. Ketdim shaxtaga. Boraman shaxtaga, yotaman yaxtaga yotsam gar bo'laman shamollash. Qofiya ham yo'q, ma'no bor ozroq, lekin qofiyaga tupurilgan holatda tuzilgan she'r bo'ldi. Qofiya bor. Endi qofiya yo'q, ma'no bor. Adashib ketyapman. Adashilmovchiliklar uchun uzr so'rab qolamiz. Sizlardan albatta bu muammoni hal qilishga albatta harakat qilib ko'ramiz. Buni biz 2027-yildagi qarochi ish tartibimizga qo'yib qo'yamiz. Ya'ni nima deyilardi? 2029-yil yoki 2027-yildagi dasturga kiritamiz. O'shanda bu muammolar hal bo'lib ketadi. Mana tilimni sepib chiqib ketadigan jarayonlarni ham o'sha 27-yildagi dasturga qo'shib qo'yamiz. Ya'ni 2027-yilda chiqadigan videolarda bunaqangi problemalar bo'lmaydi degan umiddaman. Xo'p, atak qishloqda yo'q uyda qurib tashlamoqchiman. Ko'rasizlar hozir. 4 ta qilmabman-ku, qanday qilaman yana bittani? Mana bu tomondan bo'ymi. Voy, chiqmab ustiga chiqmasdan qilyapman, qaranglar. 3, 4. Qo'lim yetadimi? Qo'lim yetmas ekan. Obbo, mayli, hozir to'xtanglar. Buni olamiz. Tak, buni bu yerga qo'yamiz va okey, ko'ryapsizlarmi qanday tez ishlayman. Shunaqa tezkorlikni mendan o'rganishsanglar bo'ladi. 3, 4 ta asta, 1, 2, 3, 4 ta asta. Nechta qoldi? 8 ta. Mana shu tomonni toshdan qilsak, polnosti tugaydi toshimiz. O'zi 4 dona qoldi, yetmaydi bu yerga. Mana shu yer 4 tami? Mana shu yerga yetar ekan kakras. 1, 2, 3, 4 ta normal. Endi mana uni hammasini taxtaga fiting qilib aylantirib yuboramizda bitta crafting table yasab olamiz, chunki bu juda ham kerakli narsa. Atak buni mana bu yerga qo'yib qo'yamiz va mana bu yerda devorni qilishni boshlaymiz. Yetsinda nima bo'lsa ham. Tak, hozir bu yerga rishotkadan deraza qilib qo'yaman. Shunda normalli bo'ladi. U tepaga shart emas. Nima o'zimni ishimni qiyinlashtirib o'tiribman, shunchaki mana bu yerga bittani qo'yib turib, mana qilib yuborsam bo'ladi-ku. Qiyin ish qilib yuboryapman. Hamma narsani men qiyinchilikka yo'yaveraman. Ko'ryapsizlarmi? Shunchalik ham odam bo'ladimi? Shunaqa ham odam bo'ladimi? Gapiringlarchi. Xo'p, mana bu tomonni dabdalasini chiqardim. Bir qator ortiqcha qo'yib yuborib, hozir olib tashlaymiz. Bez problem-ku, problemalik narsa emas. Xo'sh, bu yerdan deraza ochamiz. 2, 3 ta yetadi. Mana bu yerdan eshik ochamiz. Okey, chotki. Mana endi ust qismini yopish uchun bizga yuqa taxtalar kerak. Ya'ni mana bunaqangi taxtalar 2, 3, 4, 16, 24 ta yetadi menimcha. 24 tani hozir yetmasa ham yetkazamiz. Nayloj. Bo'lmasa bo'lmaydi. Mana bunaqangidan foydalanaylik. Tezroq bitadi ishimiz. Tak, okey. Voy, ko'ryapsizlarmi? Tochni yetdi, boru. Tochni yetdi. Eshik yasaymiz bitta. Okey. Eshikni qo'yamiz bu yerga hozir. Va bir ikkita taxta yetmay qoldi. Tak, borib olib kelamiz, kanishna. Kravatim ham yo'q. Mayli, qaysidir qo'shimdan kravat olib turaman. Qayerda yaqinroq joyda daraxtlar bor. Mana shu tomonda ekan. Mana shu tomondan olib kelaylik. Mayli.
ko'p gap eshak yuk deganlardek bechora eshagimni yomon qiynayapman shu kunlarda. Bechora eshagim o'ladigan bo'lib turibdi. O'lib qolmasa bo'lgani, o'lmasligi uchun like bosish kerak. Uni eshakni qo'llab-quvvatlash kerak. Bechora eshak umridan mendek ko'p gapiradigan odamni ko'rmagan bo'lsa kerak. O'z sizlar ko'rganmisizlar mendek ko'p gapiradigan odamni? Dayt kommentariy yozinglar. Bu endi prosta wow uy bo'lyapti. Ko'ryapsizlar, bunaqa uyni hech kim hech qayerda qurmagan. Qurmaydi hamda o'zi bunaqangi rasvo uydi. Xo'sh, okey, normalniy. Hop. Ana endi derazachalarni yasab tashlaymiz. To'xtanglar, avval mana uni hammasini taxtaga aylantirib olib turib, eshik derazadan ikkita berar ekan. Yana ikkita va yana ikkita, 6 ta. 6 ta yetadi-ya. Bemalol ortiqchasi bilan 6 ta. Mana bunaqa qilamizda, bunaqa qilamiz. Bunaqa. 6 ta 0 yetar ekan. Ko'ryapsizlarmi? Bunaqa tasodifni his qilinglar, prosta. Bitta sandiq ham yasaylik, to'xtanglar. Sandiqqa yetadigan bizda bor taxtalar. Endi borib qaysidir qo'shnimdan kravat qarz olib kelishim kerak yoki pulini berayin. Pulim yo'q, pulim bo'lganda pulni berardim. Hatta qaysi qo'shnimda kravat ortiqcha bor ekan, janob merda bo'lishi mumkin. Yo'q, janob merda ham yo'q kravat toshni. Tak bu qo'shnimda uyida kravat tugul hech narsa yo'q. Bu uyimda deb qo'shnimda uyida ham hech narsa yo'q. Ha, nima bunaqangi kapon gade bo'lib yotibdi bular. Birortasini uyida kravat yo'q ekan. Ana qo'shnimda uyida ham aniq. Mana shu uyda menimcha bo'lsa kerak. Bo'lsa ham oddiy kravat yo'q bu yerda. Tak, bor ekan shu bratandik. Kravatini olib ketay bildirmasdan. Kesi shunday qaraydi, kravat yo'q. Meni kravatim ham shunaqa edi kakras. Keyin bilmaydi. His qilmaydi короче. Xo'sh, bu kravatni uyning ichiga joylashtiramiz va bizda uyimiz, yangi uyimiz tayyor, onasini emsin. Bunaqa uyni menimcha hech kim hech qayerda ko'rmagan. Ko'ryapsizlarmi? O'xti, bor juda bu qishloq